Alo. Bobur aka. Yaxshimisan? Mana medan zapravkada tanishing yo'qmi? Ha, bor. 1 kilometr ochib turibdi. Tanishing bo'lsa shunda qo'ng'iroq qil, biz ochib naryoqdan kirib, shuni ochib ketay, shoshib turdim, ishlarim bor edi. Ha, bo'ldi. Hozir aytingchi. Hop. Voy, kim bor edi? What? Otabekga qilib ko'raychi. Alo. Assalomu alaykum Komil aka. Metan zapravkada tanishing bormidi? Ha, bor. Ani Ulug'bek ham shunda bezochot kirgizib ollaring Nexus 2. Bo'l. Hozir aytib qo'yaman. Yes. Assalomu alaykum Do'rn aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Gaz zapravkaga tanishim bor deyaptidingiz. Oq Nexus 2 bor edi. Shundan gaz quyib olish kerak edi bezochot. Ha, bo'ldi, men aytman. Nexus 2 ketdim. Bo'ldi. Hop, aytib qo'yaman, hop. Oh my god. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. San'at sohalari. Da, Afzal aka, metan zapravkada tanishingiz bormi? Hozir majlisdaman, hozir chiqib boraman. Da, majlisdami deysiz? Bo'shab telefon qilib o'rasiz unda. Hop. Assalomu alaykum. Afzal aka, yaxshimisiz? Ha, boya telefon qilgan ekansiz, tinchlikmidi? Ha, boya telefon qilganim ana. Metan zapravkada tanishingiz bormidi? Ha, tanish bor, metan. Bitta oq Nexus bor edi o'sha. Bezochit urib kerak ekanda. Men aytib qo'yaman hozir. Bo'ldi, bo'lsa boraversin hozir. Orqa eshikdan kiraversin, men hozir aytib qo'yaman metan zapravkaga. Yes. Alo. Qarang, ani qarshi tomondan kirasiz. Afzal aytdi desangiz kirgizib oladi. Yo'q, qanaqa qarshi tomonda men ochib kelib bo'ldi-yu, 4 soat bo'ldi. Endi telefon qolsinlarmi?